shu ko'rsatuvni hammasini ko'radilar. Agar men birortasi chiqmasam, yoshi bir. ha, bir yoshlari juda xafa bo'ladi. Nimaga sen chiqmading deb qo'yadilar. Ayajon, men hammasida chiqishim shart emas deyman-da. Ana shu mana onajonimni ko'rsatib o'tishdi. Mana bizda 4 ta qiz mana shu yerda. Opam endi Xudo rahmat qilsin, oramizda yo'q. Onajonimga rahmat. Meni shu san'atga kirib kelishimda eng ko'p onam sababchi bo'lganlar-da. Endi boshqalari qarshi bo'lishgan. Lekin peshonaga yozilgan ekan, mana bo'ldim. Xudoga shukr, yuzlarini yerga qaratmadi. Mana jumadlar ham etib, sizga katta rahmat. Yaxshi ham menga shu hayotda uchradingiz. Mayli, men hamma narsangizga chidardim. Mana aytdilar Madina opam. Guvoh mana. Ko'kardi chamanlar ko'p bo'lgan. Lekin bizani ayollarni chidashga yaratganda Allohim sabr. Yaqinda anaqaga bordim, o'sha yotoqxonaga. Sizlarning xonaga chiqsam, o'sha mana sindirgan piyalarning izlari hali ham turibdi. Ko'rdim. O'sha demak, mana oilamiz, bolalarim ba'zi bir rollarda ijro etishimda, ba'zi bir rollarni ijro etmasligimda ham jumadlar ko'p menga ham ustozlik qilganlar, ham turmush o'rtoq yaxshi ham deyman, meni shu yo'lga solgan ekanligi. Mayli, Xudoga shukr. Mana shunchalik farzandlar, menga qaynona, qaynota hammasi rozi bo'lib o'tishdi. Boshida bu artist kelin qilmaymiz deyishgan, Farhod bilasiz, hammasini. Men o'sha shu sabr, toqat bilan mana shunday qilib, Xudoga shukr, ish qilib yomon bo'lmadim. Sizlar tufayli, do'stlarim tufayli, ustozlarim, kasbim, mana shunday do'stlarim borligi. Jumadlar, yana bir bor sizga katta rahmat. Yasharkan qarang. Sizni boringizga shukr, rahmat. Farzandlarim, kelinim, nevaralarim, hammalarga katta rahmat. Hammalarni yaxshi ko'raman. Ko'pimizdan haligi ayrilmasin Alloh taolo. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hurmat qilganlaringiz uchun katta rahmat. Omon bo'linglar.